Turkiyadan, Xitoydan qolib zakaz qilib yurgan biznesmen akalarimiz, o'rtoqlar ko'pgina akalarimiz mana shunaqa detallarni zakaz qilish uchun Xitoyga yoki Turkiyaga qoliplarni zakaz berishadi. Lekin Turkiyaga yoki Xitoyga bir necha marta borib qolipni tekshirib olish kerak. Shuning uchun sizlarga bizning tavsiyamiz Toshkentda o'zimizda Texnomold korxonasi ochilgan. Bunda faqatgina o'zingizni detalingizni olib kelasiz. Bu detal kichkina bo'ladimi yoki anaqa katta detalli bo'ladimi? Olib kelsangiz hech qanaqa chizma kerak emas. O'zimizning akalarimiz konstruktorlar chizib, bu 3D chizmalarni CMM stanoklarida o'lchab, bu CMM stanoklarda o'zingizni stanogingizga moslab turib qolip yasab berishadi. Undan tashqari siz bemalol Toshkentga kelib, bu qoliplarni o'zingiz ko'zingiz bilan tekshirib olishingiz mumkin. Undan tashqari bu qoliplarni tekshirib olishga quyma detalingizni ishlab chiqaradigan ekspertiza, ya'ni sinovlardan ham o'tkazib berishadi. Buning uchun zakaz berish uchun men hozir sizlarga qanaqa qilib shu manzilga kelishni ko'rsatmoqchiman. O'rtoqlar, qoliplar tayyor bo'lgandan keyin bu korxonada mana shunaqa termoplast stanoklari bor. Bu stanoklar yordamida o'zingizning qolipingizni shaxsan o'zingiz kelib qabul qilib olishingiz mumkin va sinov test jarayonlaridan o'tkazishingiz mumkin bo'ladi.